hudud tozalovchilikka va obyektga olib kelish mavzusida. O'tiring. Assalomu alaykum. Sobitaliyev Adhamjon, ha? Xo'p. Ma'lumotlar bo'yicha o'rta maxsus kompyuter dasturchi. Shunaqa ishla olasizmi? Kompyuterlar bilan kompyuterga qancha tushgan. O'sha yerni bitirgan ekansiz o'zi. Qancha yil Maishiy kollej, ya'ni Pop maishiy kollejni bitirgansiz, adashmasam. Shu yo'nalish bo'yicha bitirgansiz, to'g'rimi? Pop tumani qayerdansiz? Uyg'ur qishlog'i Ittifoq ko'chasidan. Xo'p. Shaxsiy xo'p, umumiy stajingiz yozmabsiz. Hop. Hudud tozalovchilikka. Hop, oyligi haqida ma'lumot berdingizmi? Qancha? Aytganmiz, xabaringiz bormi? Oylik maosh to'g'risida ma'lumotga egamisiz? Hop, qayerlarda ishlagansiz oldin? Men Rossiyaga chiqqanman, qurilish stroyka ishlarida savdo qilganman. Keyin o'zimizda dehqonchilik qilganmiz, qurilish ishlarida ishlayapmiz. Davlat ishida ishlagansiz? Yo'q. Nogironligi bo'lgan shaxslarga nisbatan qarashingiz, tushunchangiz bormi? Qaysidir ma'noda, qanaqangidir? Kim ular? Nogironliklarga Aynan biz kelayotgan, siz kelgan muassasa haqida bir tasavvurga ega bo'ldingizmi? Bir izlanib, qayerga kelyapman o'zi degan savollarga o'zingizga. Marhamat. nogironlar ham o'zimiz akamizga, o'zimiz singlimizga, ota-onamizga qaraganda qarab, e'tibor berib parvarishlab, ular ham Allohni suygan bandasi, ular o'z xohishidan nogiron bo'lib qolmaydi deylar. Shunda e'tibor berish kerak degan tushuncha bor. Bu yerdagi kontingent haqida tasavvurga bo'lib keldingizmi yo'qmi? Ya'ni bu yerdagi yashovchilar to'g'risida. Yo'q. Siz so'rab turishdi-da, qanaqalarga yashaydi, kimlarga xizmat ko'rsatiladi, ulardan xabaringiz bor. Savollar bo'lsa marhamat. Tozalovchi ham Bristavkami ham? Bristavka. Hudud tozalovchi ham biz kunda ertalab 8 ga kelasiz, kech bo'lganda 5 gacha. Har kuni ish, mana shu hududda nima ishlar bo'lsa, hamma ish qilinadi. Bitta ishga bo'lib qo'yilmaydi. Sizga mana shu ish berilmaydi. 10 kelgan buyurilgan ishni qilib ketaveradi. Mehnatdan qochmasangiz, yon atrofingizdagilarga yaxshi xushmuomalada ularga ham hozir aytganingizdek aka-uka qilib yaxshi gapirish bor. Qo'ldan qancha ishlar keladi, hozir o'yartirib qo'ymaymiz, qurilishlar, boshqa bog'lar. Oilada men bitta o'g'ilman, otam o'tib ketganlar, singillar bor, ikkita turmushga berganmiz, o'zim ishlayman, o'sha ishsizlikdan keldim. Siz uylanganmisiz? Uylanganman. Farzandim bor, 2 yoshli. Oilangiz ishlaydimi? Oiladagilar hech kim ishlaydi, onam ham ishlamaydi, ayolim. Oilada hech kim ishlamaydi? Yo'q. Boquvchi o'zingiz? Oilaga bilan ham ko'chada shahardan kunlarda qo'shib chiqsangiz ham ro'zg'or bermasangiz bo'ladi. Kimdan eshitib keldingiz bu yerga? Bitta Nozim akam buxgalter, tanishim, qarindoshimiz. Ha, Nozim akam tavsiya qildi. xolamni o'g'illari bor. Ish bo'lib qolsa, bo'sh o'rin bo'lib qolsa, haligi bizlar aytgan. Nima rejalar? Rejalar, niyat ishlash endi Ya balki tasavvur qiling, siz mana ishga kirdingiz. Nima rejalaringiz bor? Ishga kirdingiz, tasavvur. Baribir kirgandan keyin inson ishga kirsa mana qilaman degan bir o'zini shaxsiy fikri, o'zini bir shaxsiy rejasi bo'ladi. ishga kirish, uyga, oilaga yordam berish. Yo, siz oilangizga yordam berasiz, bizga nima qilib berasiz? Shuni ayting. Bizga muassasa Qurilish ishlari. Boshqa hudud tozalovchilik nima ekan, nimani tushundingiz? Tozalovchilik, gul ekish, bo'yash, beton qo'yishmi, suv qo'yishmi, og'darishmi, ko'chat ekishmi, shundaqami? Men tushunishim bo'yicha. Hudud tozalovchilik nima? Hudud tozalovchilik ayting qani? Tozalash endi o'sha uni tozalash o'zi asosiy vazifasi. Shu
Shu hududni tozalashda, tozaligi. Bo'limdan tashqari. Bo'limda o'zini javob beradigan shaxslar Bo'limdan bor. tashqari hudud. Tashqari. Musorlarni olish kerak. Kerak bo'lsa, oqlash kerak bo'lsa, oqlaydi badiyorlardan. Endi biz to'g'ri tushunasiz, ayollar kuchi yetmaydigan joylarga erkaklari anaqasi kerak bo'ladi, ko'magi kerak bo'ladi. Har xil vazifalar o'sha yer bilan bog'liq, joy bilan bog'liq har xil anaqalar, yumushlar chiqishi mumkin. Shu narsani doimiy toza va pokiza ozoda saqlashingiz kerak. Chekasizmi? Yo'q. Ichishchi. Men ham chekmayman. Ya nega? Yo'q, chekadi. Birortasini qilmaysiz? Sport bilan shug'ullanaman. Qaysi sport bilan? Yengil atletika. Yengil qaysi turi? O'zim shug'ullanaman. Haykal kiraman, 3 km yuguraman, turnika tortaman, brusga chiqaman. Aniga workout deydimi? Workout. Salga borib, hali klublarga borib shu. Ha. Sport bilan shug'ullansangiz yaxshi. Shogird chiqaradimi bolalarga? Ha, sport bilan shug'ullansangiz yaxshi. Yo'q, mehnatdan xohlasa qaytish yo'q. Og'ir mehnatmi, yengil mehnatmi xohlasa. Fizik ishda yurganmiz o'zimiz. Yana bitta savolim bor, agar siz bersanglar, hech bir umuman hayotingizda, tajribangizda birorta nogironlar bilan muloqotga kirishgan yoki ular bilan qaysidir ma'noda yaqin bo'lgan, oshna og'ayni yoki qarindoshlardan bormi? Hech nogironlik bilan bog'liq masalalar Yo'q, bo'lmagan. bo'lmagan. Hech tasavvur qila olasizmi? Nogironlar qanaqa bo'lishi mumkinligi, ular bilan qanday qilib ishlay olishingiz mumkin? Yo'q, Chunki xohlaysizmi yoki siz shu ish jarayonida ular bilan yuzma-yuz kelasiz. Qaysidir bir injiqlik qiladi. Siz tozalagan joyga yangi tozalab qo'ygan joyingizga narsa tashlab ketgan bo'lib qolishi mumkin. Keyin tashlama desangiz, "Xo'p" deydi-da, yana tashlaydi. O'sha sizni anaqalaringiz boshlanadi, asab tolalaringiz boshlaydi. Ya'ni ulardan til topa olishingiz kerak. Demoqchiman, shunaqa nogironlar bilan oldin bir muloqotga kirishgan yoki ular bilan ozgina ishlagan joylaringiz bo'lganmi? Tajribangiz bormi shu sohada? Yo'q, tajribam yo'q, lekin juda sabrliman. Juda sabrlisiz. Og'ir bosqiman bunaqa narsalarga endi. Qanchalik, necha kilogacha ko'tara olasiz? Og'ir ko'tarish mumkin, ba'zi doktor normal qo'yib qo'ygan, 300 kilo ko'taradi. 300 kilo. Ha, Boshida sariq kasal bo'lganman. ha, 1 kilodan olib borsak ham 1 yil bo'lar ekan. Ha, qoyil. Eng muhim pozitiv bo'lar ekan. Pozitiv bo'lar ekan. Yilingizni bilmabsiz, yozmabsiz ham yilingizni. 95-yil. Endi 31 bahorda qarshi oldim. Yo'q, qoyil. Muzaffar akaga sherik bu. O'xshayapti. Bitirganmisiz? O'rta maxsus maishida spitida o'qigan soqitlar. Kompyuter dasturchi. Endi unga ham ancha yillar esdan chiqib aldash kerak, bilaman men shu narsa aldasmas, kiyib olib uyaltirib qo'yib yerga qarab kerak yo'qda qo'ldan kelgan ishda bo'ladigan odam ko'ringani sari bo'lishi kerak-ku. Ular bormagan endi darsga, nomiga. Yo'q, borganmiz. Komissiya kelganda chaqiradi bolalarni. Juda molxonalar bo'lgan. Yaxshi narsani bitirgan ekansiz. Bog' bo'lgan bir ikkita, dadam rahmat o'tib qolganlar hamma o'zini qolib ketdi va qabaqa chalg'ib imkoniyat bo'lsa o'qishga ham narsa nima bo'lmaganda. Hech siyosatga qiziqib turasizmi? Siyosat. Umuman O'zbekistondagi siyosatga, jamiyatga Eshitib turamiz. eshitib turasiz. Juda qiziqib nima qilolmaymiz, lekin eshitib turamiz. Aynan bizni tashkilot haqida tasavvurga egamisiz? Nima u? Qanaqa tashkilot? Nomi nima? Bu qaysi tashkilot tizimida turadi bu? Bir qiziqib ko'rdingizmi? Chunki siz borayotgan joyi hech yo'q, nomini bilishingiz kerak edi. Muruvvat uyi. Muruvvat uyi edi. Hozir Haligi g'amxo'rlik uyi, G'amxo'rlik markazi. markaziga aylandi. G'amxo'rlik markaziga aylandi. 2 kun bo'ldi shunday. Qaysi tizimga qaraydi bu endi? Qaysi tizimga biz qo'yamiz? Qaysi agentlik tizimida turadi? Sizga bir aytib o'raylik. Ijtimoiy himoya milliy agentligi haqida eshitganmisiz? Yo'q. Yo'q. Prezident huzuridagi ijtimoiy Eshitmaganmisiz? Qiziqib kelish kerak edi. Biz shu tizimga, siz ertaga ishlamoqchi bo'lgan tashkilot tizim shu. Qanaqa qilib unga haqida tasavvurga ega bo'lmaslik kerak. Endi demak, men sizga hozir keyingi savol bermasam ham bo'lar ekan. Bu tashkilot qachon tashkil topgan? Nima deysiz? Kimlarni himoya qiladi? Buni asosiy
qarashlari nimadan iborat degan keyingi savol. Nimaga bilasizmi? To'g'ri, sizni o'ylashingiz mumkin. Menga nima keragi bor? Ish jarayonida bu kerak bo'lmasligi mumkin degan narsa yo'q. Birinchi o'rinda siz dunyo qarashingiz biz uchun muhim. Bu qanday lavozimda o'tirishingizdan qat'iy nazar sizni dunyo qarashingiz muhim. Ya'ni ich-ichingizdan siz o'zingizni yo'nalishingizda ham shu nogironlarni jamiyatga tezroq kirib ketish uchun shu kasbingizda ham yordam bera olishingiz kerak-da. U shart emas, ayni men qanaqa qilib yordam bera olaman degan joyingizni mana shu jihatdan yordam. Uning uchun siz uni tashkilotni umuman missiyasi haqida, uni bajaradigan vazifalar haqida bir tasavvurga ega bo'lishingiz kerak. Kelishodikmi? Kimda savol bor yana? Agar savollar bo'lmasa, rahmat sizga, Adhamjoni, sizga kadrimiz aloqaga chiqishadi. Tushunarli? Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Tanishganimizdan xursandmiz.